Bugun siz bilan shikastlangan ichaklar haqida gaplashamiz. Bu muammo ko'pchilikda bor, lekin ko'pchilik uni tushunmaydi. Charchagan va ayni paytda allergiya reaksiyasi bo'lgan odam ichak shikastlanganini birinchi belgisi doimiy charchash. Agar sizda allergiyalar, ekzema yoki dermatitlar bo'lsa, bu ham ichakning o'tkazuvchanligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shikastlangan ichakni tekshirish uchun 100 gramm xom qizil lavlagini iste'mol qiling. Uni ustidan iliq suv iching, 1 stakan. Kun davomida peshob rangini kuzating. Agar rang o'zgarsa, demak ichakda shikastlanish bor. Shikastlangan ichaklarning sabablaridan biri zaharlanish. Farmakologiya preparatlari organizmdagi toksinlarni orttirib boradi. Har doim dorilarni ko'p ishlatmaslikka harakat qiling. Ichakni tiklash uchun bifidobakteriyalar va tabiiy oziq-ovqatlar, masalan, sabzavotlar va fermentlangan mahsulotlardan foydalaning hamda farmakologik preparatlarni kamroq ishlatishga harakat qiling. Agar siz bu muammoga ega bo'lsangiz, profil shapkasidagi havola orqali Telegram kanalimga ulaning. Barcha savollarga javob beramiz.